نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli gezizler, tövende Peygamber aleyhisselamın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselamın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Faziletlik Şeyh Muhammed Abdul Maqsud'un kirish so'zi. Butkul madihiya Allohga xosdir. Biz Allohni maqtaymiz. Allohdan yordam va kechirim so'raymiz. Allohga sig'inib nafsimizning yomonliklaridan va yomon amallardan panohlik so'raymiz. Allah hidoyat qilgan kishini ozdirg'uchi yo'qdir. Allah ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi yo'qdir. Guvohlik bermanki, bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Allah yakka yeganidir. Allah'ın şeriki yoktur. Guvohlik bermanki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Allah Teala mundaq deydi: Ey müminler! Allah'a layık ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. Allah Teala yana mundaq deydi: Ey insonlar! Sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan. Shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sil rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turuvchidir. Allah Teala yana mundaq deydi: Ey müminler! Allah'tan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Allah sizlarning amallaringlarni tuzaydi. Ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, katta muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Maqsadga kelsak, so'zning eng rosti Allohning kitobi Qur'ondir. Yo'lning eng yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. İşlarning yomoni dindi yangidan paydo qilingan ishlardir. Har bir yangidan paydo qilingan ish bid'atdir. Har bir bid'at ozg'unlikdir. Har bir ozg'unlik dozaqda bo'ladi. Umuman islom tarixini o'rganish, xususan to'g'ri yo'ldagi xalifalar va boshqa sahobalarning tarixini o'rganish bo'lsa, ummatni qo'zg'atish yo'lidagi cho'ng bir qadam hisoblanadi. Chunki u musulmon ummatning qaytadan o'rnidan turib, g'aflat chang tuzonlarini qiqishqa, shuning bilan o'zining shon sharafini qaytarib olib, bütün dünya ve ahiretinin yaxşılıqıga yetaklash uchun yana bir qadim asliga kelishga turtki bo'ladi. Peygamber aleyhisselamның sahabeleri bütün insoniyat tunigan avlodlarning yaxshisidir. Ular peygamberler ve elçiler, Parvardigorimizning rahmatlari ve salomı ularga bo'lsin. Din qolsa, mahluqotlarning eng yaxshisidir. Ular Allah o'z payg'ambariga hamroh bo'lish uchun tanlagan kishilardir. Ular kishilar ichida ko'ngli eng yaxshi, fikri eng cho'nqur va takallufi eng oz kishilardir. Teynida qolg'uchi oldiga o'tib ketguchining ortiqchiligini bilish kerak. Chunki biz yaxshi yetakchiga muhtoj bo'lgan davrda yashayapmiz. Shunga bu katta kishilar to'g'risida kitob yozish va ular tarix peshonasiga nurdun bo'lgan qo'llar orqali yozgan shonliq sahifalarni yugib olgan pardalarni echish biz yashayotgan fikrlar, turoqsiz o'lchamlar va kofirlar bilan do'stlashish bilan to'lgan bu asr bizga yuklagan bir majburiyatdir. Bularning hammasining sababi bu ummatning azizlik manbasidan va sharaf va ulug' buluqidan ko'p yiroqlab ketganligidir. Shunga Alloh bu ummatni eng xor ummat qilib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari Allohning yo'lida mang'an va Payg'ambar alayhissalomning yo'lini tutganligi sababli Alloh ularni aziz qilgan. Alloh ularga butun koinotni bo'ysundirib bergan. Balki Badr g'azoti va boshqa g'azotlarda ularga yordam berish uchun farishtalar tushgan. Allah ularga o'z kitobida eng go'zal madihilarni aytgan. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa
ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlar ham bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Alloh taolo yana mundaq deydi: shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Ular bu oyatlar bilan dastlabda xitob qilinguvchilardir. Ular la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q degan so'zni ustun qilish uchun mol-mulki va yurt makonlaridan ayrildi. Jinini va qimmatlik narsalarni pido qildi. Shu ularga mashriqdan mag'ribgacha butun yer yuzi bo'ysundi va islom bayrog'i nihoyatda egizda lapildadi. Shu sababdan har zaman, har makondagi ummatlar va avlodlarni tarbiyalashi uchun Alloh o'zi parvish qilgan Allohning do'sti payg'ambar alayhisalomning oldida tarbiyalangan bu ulug' sahobalar radhiyallohu anhumlarning ahvolini bilishga muhtojmiz. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhisalomning sahobalar haqida aytgan bu so'zi nima degan go'zal. Alloh bandalarning qalblariga qarab, Muhammad alayhisalomning qalbini bandalarning qalblari ichida eng yaxshisi topdi. Shu uni o'zi uchun tanlab payg'ambar qilib avatdi. Ondan Muhammad alayhisalomning qalbidan keyin bandalarning qalblariga qarab, Muhammad alayhisalomning sahobalarining qalbini bandalarning qalblari ichida eng yaxshisi topdi. Shu ularni o'z payg'ambarning yordamchilari, uning dini uchun jang qiladigan qildi. Musulmonlar yaxshi deb bilgan narsa Allohning nazarida yaxshidir. Musulmonlar yomon bilgan narsa Allohning nazarida yomondir. Hurmatli qarindishim, Mahmud Misri Abu Amr yozgan bu kitobda mo'l foydalar va ko'p yaxshilik bordir. Rahmat aytishga tegishli tirishchanlik bordir. Chunki u bu kitobni bir muqaddima bilan boshlab, bu muqaddimada Muhammad alayhisalomning ummatining fazilatini umumiy shaklda, sahobalarning va ansarlarning fazilatini xususiy shaklda bayon qilgan. Ikkinchi qatorda sahobalarni tillashning haromligiga keskin dalillarni keltirgan. Ondan kitobni jannat bilan bishorat berilgan 10 sahobani keltirish bilan boshlagan. Ularga ergashtirib 90 sahobani keltirib to'liq 104 sahobani bayon qilgan. Shuning bilan bu kitob ummatning tanlanganlaridan 104 kishining tarjima holini o'z ichiga olgan. Bularning hammasi oson shaklda keltirilgan. Bu kitob kam tepiladigan foydalarni va hikmat, fazilat, marjonlarni o'z ichiga olgan. Yushirmasdan va qiyinlashtirmasdan ilmiy jihatdan tekshirilgan bo'lganligi uchun biz bu kam tepiladigan bir yurish kitobni qo'lga keltirishga heris bo'lishimiz kerak. Alloh unga yaxshi mukofot bersin va bu kitob bilan manfaat bersin. Alloh yo'l boshchimiz Muhammad alayhisalomga, uning oila tavobatlariga va sahobalarga rahmat va salomatchilik ato qilsin. Abu Abdurrahman Muhammad ibn Abdul Maqsud al-Aghfihi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.